yoshligida jinsiy zo'ravonlikni qaysidir turiga uchragan qizlar erkak kishini ko'p o'n qadam nariyoqdan qanaqa maqsadda kelayotganini biladigan bo'ladi 100%. Ko'z qarashi, rosti ohangi, boshlayotgan so'zini o'zidan nima maqsadda gap boshlayotganini biladi. Shunaqa instinkt paydo bo'lgan bo'ladi bunaqa qizlarda. Hurmat bilan munosabat qilayotgan erkak kishini ham biladi va juda qattiq hurmat qiladi unaqa insonlarni. Boshqacha ma'noda ko'z qarash qilayotgan yoki gapirayotgan yoki o'ylayotgan fikrini ham 100% biladigan bo'lib qoladi. Plyusi shu. Keyin o'sha erkak xudo asrasin chegaradan o'tib ko'rsin, qanaqa qilib o'zini joyiga borib qolganini bilmay qoladi. Faqat hurmat qilgan insonni hurmatini joyiga qo'yadi, boshqacha o'ylayotgan insonni joyiga qo'yib qo'yadi. Minusi ham bor lekin. Minus shundaki, bunaqa qizlar yillar davomida o'zini hurmat qilgan, o'zini haqiqatdan yaxshi ko'rgan erkak kishiga ham ochila olmaydi. Ko'ziga tik qara olmaydi. Samimiy bo'la olmaydi. O'zini samimiy tuta olmaydi. Bunga juda ham ko'p yillar kerak bo'ladi. Bemalol o'zini tutish uchun, sevgisini bemalol eta olish uchun, bemalol ochilib, o'zini bemalol tuta olish uchun. Shu yillardan keyin ham shunda ham haqiqiy erkagini, haqiqiy sevgan insongina o'sha ayolni qutqara oladi. Uni shunaqangi vaziyatiga chidab bera oladi. Atak vechnaga ketadi. Bunaqa tutqunlik. O'shaning uchun qizlarni ehtiyot qilish kerak. Agar qizingiz bo'lsa, ehtiyot qilishingiz kerak.